eng zo'r kollagen bu insonni o'zini tabiiy kollageni. Ha do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan Germaniyada ishlab chiqarilgan Fitline Beauty kollageni haqida gaplashmoqchiman. Bu kollagenning boshqa kollagenlardan nima farqi bor? Demak, bu kollagen peptidli kollagen bo'lib, organizmda 100% ga o'zlashtiriladi va eng asosiysi bizni o'zimizni tabiiy kollagenimizni ishlab chiqarishini kuchaytirib beradi. Undan tashqari, bu mahsulot ustida ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lib, unga ko'ra yuzimizdagi ajinlarni 32% ga yoyib beradi. 65% ga qon aylanishini yaxshilab beradi va 42% ga tirnoqlarimizni mustahkamlab beradi, sinuvchanligini oldini oladi. Bu degani suyaklarimizni ham mustahkamlab beradi degani va teri tarangligini, ya'ni yuzlarimizning elastikligini 15% ga kuchaytirib beradi. Bu faktlarni men juda ham ko'plab gapirishim mumkin. Bir so'z bilan aytganda, kollagen bu bizni go'zalligimiz, yoshligimiz va sog'ligimiz eliksiri hisoblanadi. Uni nafaqat ayollar, balki erkaklar ham iste'mol qilishi shart. 25 yoshdan yuqori bo'lgan barcha insonlar bu mahsulotni ichishlari kerak. Shunda biz go'zal va sog'lom bo'lamiz. Eng asosiysi, bu mahsulotdan ko'p kollagenlardan baliq yoki har xil hayvon hidlari kelgani uchun ko'pchilik icholmaydi, lekin aynan Fitline Beauty kollageni hidi ham juda ham yoqimli bo'lib, yoshligimizdagi smorodinali kompotni eslatadi va ichish juda ham oson. Demak, 100% halol bo'lgan, shirin bo'lgan va albatta foydali bo'lgan bu mahsulotni har biringizga tavsiya qilaman va o'zim ham iste'mol qilaman. Super.